Ko'pchilik Pit Hexetni shunchaki konservativ teleboshlovchi deb biladi. Aslida esa u avval harbiy bo'lgan. Guantanamo, Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan. Keyin veteranlar tashkilotlarida ishlagan. So'ng Fox News orqali katta konservativ media figurasiga aylangan. Pete Hegseth tonight and for the remainder of the week. Every other network is obsessing over yesterday's news. Bugun esa u Pentagon boshida turibdi. Va eng muhim savol shu. Pentagonni boshqarayotgan bu odam dunyoni qanday ko'radi? Bunga javob topish uchun uning 2020-yilda chiqqan American Crusade degan kitobiga qarash kifoya qiladi. Bu kitobni o'qisangiz bitta narsa juda tez bilinadi. Hegseth siyosatni oddiy siyosat deb ko'rmaydi. U buni urush deb ko'radi. Uning nazarida Amerika ichkaridan va tashqaridan dushmanlar bilan o'ralgan. Bu dushmanlar faqat boshqa davlatlar emas. Bu chap qanot, globalizm, liberal elita, universitetlar va ommaviy axborot vositalari. Va ko'p joylarda uning tasvirida islom dini ham shu tahdidlar qatoriga qo'shiladi. I support Israel destroying and killing every last member of Hamas. Do you consider yourself a Christian Zionist? I am a Christian and I robustly support the state of Israel and its existential defense, and the way America comes alongside them is a great Thank ally. you. Because another one. Mana shu yerda masala jiddiylashadi. Chunki bu oddiy konservativ tanqid emas. Bu dunyoni biz va ularga bo'lib ko'radigan mafkura. Hexetning qarashlarida siyosiy raqib shunchaki boshqa fikrdagi odam emas. U deyarli dushman sifatida ko'rinadi. Agar raqib dushmanga aylansa, unda siyosat bahs maydoni bo'lmay qoladi. U front chizig'iga aylanadi. Va bu juda xavfli. Chunki demokratiya aslida turli qarashdagi odamlar bir davlat ichida yashashiga qurilgan tizim. Ammo agar jamiyatning bir qismi mamlakatning o'zi uchun xavf deb ko'rsatilsa, unda murosa zaiflikka, kelishuv esa xiyonatga o'xshab qoladi.